Xabarlarınız bolsa akşam istoriya koyverdik. Supermarketda shundan girasizdan maymusdan 100 ming so'mlik narsa olib chiqasiz. Chek yuzini ko'rsatasizdan barabanni aylantirib, ichidan bir qog'oz olasiz. Qog'ozda nom yozilgan bo'lsa, shuni olib ketsangiz bo'ladi. 100 ming so'mlik xalosos shampun, xalosos gellar dush qilib 100 ming so'mlik narsa olib chiqasizdan maymusni daraki, meni o'zini koshelyoki bor ekan, qo'shray. Keyin xalosos krem, ishi barabanni aylantirib, ichidan bir narsa tanlaysiz. Hozir bir narsani olib ochib ko'ramiz. Dan padarka olib ketasiz. No, çıktı ki mind. İşi aç bering. Ana. Güzel yok. Ne vardı bu? Krem çıktı yine. Ana. Yine krem çıktı. Krem çıktı. Krem alıp getirebiliriz. Fakat 100 ming so'mlik narsa olib chiqib chekni ko'rsatadi. Shurda qizlar turadi. Keyin yine krem olib ketsangiz bo'ladi. Chiqib qog'ozda nom chiqsa, shuni olib ketaverasiz.